Hop, bugun 3-bo'limi, 3-dars, 3-bo'limni o'rganamiz. Hamma notni yopib qo'ysa ham bo'ladi, bolalar. Yopib qo'yamiz. E'tibor berib o'tiramiz. Уже ancha qiziq mavzuga kelyapmiz. Yusuf, savolingiz bo'lsa so'rab olasiz. Noldan takrorlaymiz-ku. Boshqa takrorlamaymiz, shu oxirgisi bo'ladi. Keyinchalik videoni ko'rib takrorlaysiz. Hop, if else, control flow deydi. Flow nima degani? Yo'nalish degani. Misol uchun daryo oqadi-yu, daryoni yo'nalishi bo'ladi. Shu flow degani, adashmasam, oqishi ham shunaqaroq bo'ladi. Ya'ni yo'nalish degani gap, kontrol nima degani? Boshqarish, kontrol qilish degani, to'g'rimi? Ya'ni biz flow oqimni kontrol qilamiz. Oqim nima desa, biz kod yozar ekanmiz, Flutterda doim tepadan pastga qarab o'qiladi. Misol kitob o'qisa ham biz birinchi qator, ikkinchi qator o'qiymiz-ku. Amkan void main desam, ketma-ket o'qiydi. Birinchi u mana bu qator o'qiydi, keyin bu qator, keyin bu qator. Mana shu o'qishi oqim deb tushunsak bo'ladi. Bitta qator o'qiydi, o'sha oqim bo'ladi. Biz shu oqimni boshqarsak bo'ladi. Qanaqa qilib boshqaramiz desa, u hozir hamma qator o'qiydi-yu, biz qaysi qator o'qish, qaysi qator o'qimasligini boshqarsak bo'ladi. If else shu vazifani bajarib beradi. Biz yozgan kodimiz hammasi bajarilishi shart emas-ku. O'sha narsani if else bilan kontrol qilamiz. Kodni o'qilishini kontrol qilamiz va funksiyalar haqida tanishamiz. Xo'p, control flow boshqacha nomi if else bo'ladi. If else shu bizda kod o'qilishini kontrol qilib beradi. If else masalan hayotimizda qanaqa if else bor desak, masalan o'zimiz ko'chada yurganimizda nima bo'ladi? Odatda svetoforda to'xtaymiz, to'g'rimi? Svetofor aytaylik, qizil bo'lsa to'xtaymiz, sariq bo'lsa senga tayyorligimizni ko'ramiz, yashil bo'lsa yuramiz. Ya'ni svetoforga qarab turib, svetofor holatiga qarab turib bo'ladi, bemalol. Holatiga qarab turib, biron bitta amal bajaramiz. Uchalasi bajarilmaydi-da. Ya'ni holatga qarab turib amal bajaramiz. Birinchi svetoforga qarab turib, keyin qarorga kelamiz. Bizning dasturda ham shunaqa narsa kerak bo'ladi. Misol uchun o'zingizlar bironta bitta saytga kirasizlar-ku, masalan Instagramga kirasizlar. Registratsiya qilayotganda emailinglar bilan parolinglarni kiritasizlar. To'g'ri bo'lsa ichiga kirgizadi, noto'g'ri bo'lsa kirgizmaydi, to'g'rimi? Bu ham shu if else bilan bo'ladi. Ya'ni sizlar o'sha akkauntinglarning ma'lumotlarini to'g'ri kiritsanglar, kirasizlar ichiga, bo'lmasa kirmaysizlar. Biz dasturda ham shunaqa narsalar qilamiz. User holatiga qarab turib, biron bitta narsani ko'rsatamiz yoki ko'rsatmaymiz. Umuman if else shunaqa maqsadda ishlatiladi. Xo'p, uni sintaksi tanish. Misol uchun, hozir misol uchun nima qilsak bo'ladi? Keling, string deyman-da, email deyman. User email adresi. Aytaylik, user kiritdi, misol uchun aziz@gmail.com kiritdi. Ya'ni emailni kiritdi. Tasavvur qiling, mana shu emailga aslida user kiritadi. Hozir o'zimiz berib qo'ya qoldik. Bilasizlar, UI da shu text field kontrolleri bilan olsak bo'ladi nima yozganini. Stringda aytaylik password ham kiritdi. Misol uchun QWERTY bo'laversin. Endi men tekshirmoqchiman. User ma'lumotlarni to'g'ri kiritgan bo'lsa, aytaylik, siz to'g'ri kiritdingiz degan narsa chiqarmoqchiman. Agar noto'g'ri kiritgan bo'lsa, noto'g'ri kiritdingiz deymiz. Bizning email bilan parolga hozir ularni ham yozamiz. Balki shunchaki yoza olmayman-da. Ikkita qator kod yoza olmayman. Print deb turib, to'g'ri, print, noto'g'ri desam, ikkalasi chiqib ketib qoladi. Chunki nima bo'ladi? Doim dastur tepadan pastga qarab o'qiladi. Biz shart yozishimiz kerak. Mana bu email bilan parolni holatiga qarab turib, ma'lum bitta ish bajarilsin, ma'lum bittasi bajarilmasin. Shu narsani yozish uchun bizga if else kerak. U qanaqa yoziladi? If deymizda, dumaloq qalsa ochiladi. Dumaloq qalsa ichiga shart yoziladi. Nimani tekshirish kerak? Shuni yozamiz. Qaytamiz. Email nima bo'lsin, teng bo'lsin. Hozir shunchaki parol tekshirilib, password teng bo'lsin, ikkita tenglik bo'lsin. Aytaylik, user query masda 1 2 3 4 qo'ygan parolni. Password teng bo'lsin deb tekshiryapman. 1 2 3 4 ga. User kiritgan paroli mana shu parolga teng bo'lsin. O'sha paytda aytaylik print to'g'ri, misol uchun. Endi boshqa holat bo'lmasa-chi, masalan, run bossam hech narsa chiqmaydi, to'g'rimi? If degan bitta shart tekshirib beradi. Bitta shart tekshirib beradi. Endi bu shart to'g'ri bo'lmasligi mumkin-ku. Bu shart bajarilmasligi mumkin. Mana bu ichiga yozgan shartimiz to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Hop, parolning qiymati nimaga teng? Password. QWERTY ga teng. QWERTY 1 2 3 4 ga teng emas. Agar teng bo'lganda edi,
if ichiga kirardi. If ichida shart to'g'ri bo'lardi, ichiga kirib ketadi. To'g'ri chiqadi. Hozir user aytib QWERTY deb yozgan. Unga aytishimiz kerak, noto'g'ri parol kiritdingiz deb. O'sha holatda mana bu shart o'xshamasa, nima bo'lsin degan narsa yozib qo'ysak bo'ladi. Anaqa else deymanda yozaman. Mana bu shartni bitta tekshirib ko'r. Mana bu shart tekshir birinchi, if ichiga yozilganmi? To'g'ri kelsa mana buni ishlat. Agar mana bu shart to'g'ri kelmasa, yozilgan shart to'g'ri bo'lmasa, else ichiga nima yozgan bo'lsa, o'shani ishlatur deymiz. Else ichiga kirish uchun, else bajarilishi uchun shart kerak emas. Prosta tepadagilari bajarilmasa, else bajarilib ketadi. Tepadagi birontasi bajarilmagan bo'lsa, if bajarilmasa. Print deyman, noto'g'ri deyman. Bossam noto'g'ri chiqadi. Masalan, yoqqa 1 2 3 4 5 desam ham nima? Noto'g'ri chiqadi. 1 2 3 4 desam, o'shani to'g'ri chiqadi. If else shunaqa. Yoqqa ko'proq shartlar ham yozsa bo'ladi. Ko'proq shartlar ham yozsa bo'ladi. Qanaqa tartibda? Misol uchun bilasizlar, misol uchun kirayotganda birinchi bo'lib aytadi, bizani qonun qoidalarga rozilik bildiring deydi. U rozilik bildirmasanglar sizlarni yozgan email parolinglarni tekshirib ham o'tirmaydi. Birinchi bo'lib qonun qoidaga rozilik bildirishligi. O'sha narsa ochilib, misol uchun bold tipli ochaman. Is confirmed deb ochib qo'yaman. Ya'ni nima qildi? User rozilik bildirdimi? True deb tursin. Anaqa yozaman. Hozir birinchi bo'lib buni tekshirishimdan avval men tekshirishim kerak, o'zi confirm qilganmi? User confirm qilmagan bo'lsa kirgizishim kerak emas. O'sha uchun anaqa yozaman. If tepasiga nima qilsam bo'ladi? Endi else if yozsam bo'ladi. Passwordda birinchi bo'lib tekshirib olaylik. Tekshirish uchun mana bu yozsam bo'ladi. Buni o'chirib tashlab turay. O'chirib tashlasham emas. O'chirib tashlab turganim ham yaxshi ekan. O'chirib turaydi. If deyman, birinchi bo'lib is confirmed deyman. Agar shu false bo'lib qoladigan bo'lsa, nima deyishim kerak? Aytishim kerak, ya'ni bajarmagan bo'lsa, user teng bo'lsa false ga hozir qiymat true, to'g'rimi? Print deyman. Rozilik deb qo'yaman. Labi? Rozilik bildiring deydi, bildiring. Xo'p, else if da endi tekshirib ketiraman. Ya'ni biz ifdan tashqari faqat else emas, vaholanki orada else iflar yozsak bo'ladi. Bitta shart tekshirmaymiz-ku. Ko'plab shartlar bo'lishi mumkin-ku. O'sha hammasini tekshirish uchun ifdan keyin anaqa else deysizlar-da, lekin else yozmaysizlar. Else if deb ketasizlar. Else if nima degani? Hop, o'xshamadi. Nima o'xshamadi? Tepadagi shart o'xshamadi. Endi mana bu shartni tekshirib ko'rguncha degani. Else if deb turib dumaloq qog'oz ochasizlar-da, aytaylik, password, birinchi email tekshirib, email tengmi? Nimaga? Aytaylik, misol uchun qo'ygan, misol uchun azim@gmail.com qo'ygan aslini olganda. O'sha payt aytaman, print odatda email noto'g'ri yozilgan bo'lsa xabar chiqarishimiz kerak-da. Aytaman, email teng bo'lmasin deyman. Ya'ni email mashinga teng bo'lmasa, demak noto'g'ri email yozgan bo'ladi. To'g'ri email mana bu azim@gmail.com. Mashinga teng bo'lmasa, demak noto'g'ri email. Qolgan qanaqa email yozsam noto'g'ri. O'shani aytaman. Noto'g'ri email yozgan bo'lsa, nima deymiz? Email noto'g'ri deyman. Endi else if yozdim. Email deyman, nima bo'lsin? Endi password tekshiring. Teng bo'lmasa, passwordga aytaylik 1 2 3 4 qo'ydik. Mashinga teng bo'lsa, print deyman. Yaxshi tushunarsiz. Password nima? Noto'g'ri deyman. Else holatda esa, ya'ni hech qaysi mana bu hozir biz noto'g'riligini tekshiryapmiz-da, bironta bitta kamchilik qidiryapmiz. Hamma kamchiliklardan o'tib ketsa, else ichida aytamiz, print hammasi to'g'ri deyman. Bu ham bitta misol, buni ham ko'rsak bo'ladi. Masalan, murakkab misol bo'lib ketdi. Kella buni savz ham tushundik, to'g'rimi? Endi mana misol uchun int deymanda, day of week deyman. Ya'ni hafta kuni, misol uchun birinchi kun bo'lsin. Eng oson misol aytaman, if deyman, day of week teng bo'lsa 1 ga, men chiqarishim kerak, print dushanba misol uchun. Dushanba. Day of week teng bo'lsa 2 ga, nima deyishim kerak? Print seshanba. Va hokazo. Shu 7 ta kun yozasizlar, mabodo 8 deb yozib yuboradigan bo'lsa, else deymanda, else holatda aytaman, print noto'g'ri tanlov deb qo'ysam bo'ladi. Shu tartibda yozib qo'ysanglar bo'ladi. Muhimi bilishimiz kerak bo'lgan narsa, if ichiga bitta shart yozasizlar.
o'sha shart to'g'ri bo'lsa mana shu kod bajariladi, pastki hech qaysi bajarilmaydi. Else if masalan if bajarilmasa keyin else if ga tushadi. Qani else if bitta bajarib ko'rishi deydi, tegini bitta bajarib ko'rishi deydi. Buni ichiga kirish uchun mana bunaqa shart yozib qo'yganmiz. O'sha shartdan bajarilsagina, mana shu true bo'lsagina ichidagi kod bajariladi. Mabodo mana bu shartdan false bo'lib qoladigan bo'lsa, ichiga qaramaydi deb pastga tushib ketadi. Agar else turadigan bo'lsa, hattoki shart yozmaganmiz-ku, shart yozib ham bo'lmaydi-yu. Shunchaki ichini bajarib qo'ya qoladi xolos. Doim if bilan boshlanib, else bilan tugash shart emas-ku, uni tugatmoqchi bo'lsangiz else bilan tugatsa bo'ladi. Oraga xohlagancha else if yozsa bo'ladi. 10 ta 20 ta farqi yo'q. Bitta shartni bajarib keladi. Hozirgi holatda misol day of week 1 ga teng-ku, mana bu shart to'g'ri bo'ldimi, pastki kodda bajarilmaydi. Pastki kodda bajarilmaydi. Xo'p, shuna gaplar. If mana shu juda murakkab emas. Bitta aytgan, shunaqa degan. Xo'p, endi conditional expressions. Shunaqa holatlar bor, ikkita holat bu yerda berib qo'ygan. If else dan ham qisqaroq kod yozsa bo'ladi. If else yozish uchun aytaylik, mana holatda yozsam, necha 5-6 qator kod ketadi-yu. Shundan ham qisqaroq yozsa bo'ladi. Qanaqa bo'ladi misol uchun? Mana yoqqa aytaylik, user просто parol kiritsin. String deyman-da, password. Teng aytaylik, Aziz deb kiritdim misol uchun. Parol Aziz bo'lib turibdi. Men birinchi tekshirishim yo'li qanaqa? Misol parol to'g'ri yoki noto'g'riligi. If deyman, password teng bo'lsa aytaylik, to'g'ri, misol parol azim bo'lsa, mana yoqqa aytaman, print nima to'g'ri, else holatda esa print noto'g'ri. Ashatabda yozsam bo'ladi. Bu birinchi holat. Bu tekshirib beradi. Parol to'g'rimi yo'qmi yo'ligi. Bizda to'g'ri parol qaysi biri, Yahyobiy? Aziz emas, bu Aziz user kiritgan parol. Azim to'g'ri parol bizda. O'zimiz просто shuni olib qo'yamiz. Ya'ni user kiritgan parolni mashinga tengmi deb tekshiramiz. Ya'ni bizda teng bo'lish kerak bo'lgan parol manba azim. Bizda to'g'ri parol shu. To'g'ri bo'lsa o'shanda to'g'ri, bir-biriga teng bo'lsa, shu bo'lsa noto'g'ri. Buni qisqaroq yozsa bo'ladi. Print deyman просто. Yo'qda print desam ham bo'ladi. Undan ham yo'qda boshqacharoq yo'li. Qanaqa yoziladi desa, mana bu bitta expression yoziladi. Expression degani mana bu shart yozilyapti-yu, o'sha narsa expression deb atashadi. Bitta expression yoziladi, so'roq qo'yiladi. So'roqdan keyin if ichiga nima yozilishi kerak bo'lsa, o'sha narsa yoziladi. If deb qo'yaman, ikkita nuqta qo'yasizlar-da, misol uchun else yozasizlar. Else holatda nima bo'lsin deydi. Keyin nuqta virgul qo'yib qo'yasizlar. Bitta shart dumaloq ichida so'roq if ichiga so'roqdan keyin if ichiga nima yozgan bo'lsa, o'shani tashlaverasizlar. Vorgasizlar, o'tirib. Else dan keyin nima yozgan bo'lsa, ikkita nuqtadan keyin else ichiga nima yozgan bo'lsa, o'shani tashlaverasizlar. Mahmudjon yaxshi kelibsiz. Hop, ko'chiramiz. Aytaylik, shartimiz nima edi? Expression bizda shart. Dumaloq ichida shart yozamiz. Password nima bo'lsin deydi? Yahyobiy? Nima bo'lsin deydi password? Azim bo'lsin deydi. O'sha payt dumaloq ichidan chiqaman deb so'roq qo'yaman. Print deyman. To'g'ri. Mana bu noto'g'ri ketib qolibdi. Else holatda esa print noto'g'ri deyishim kerak edi. Hozir run bossam, mana o'chirib qo'yaylik, o'chirib tashlaylik. Mana bu shart yozasizlar, so'roqdan keyin if ichiga nima yozsangiz yozib yuborasizlar. Va undan keyin else ichiga nima yozsangiz yozib yuborasizlar. Noto'g'ri. Mana shu if else bu faqat if else uchun ishlatiladi deb tushunsanglar yaxshi, faqat if else uchun. Buni chuqurroq qilsa ham bo'ladi. Ya'ni oraga else if ham qo'shsa bo'ladi. Nima shart emas nima qilish? Qani, ko'rsatib beraman. Hozir men aniq tekshiraylik. Parol birinchi teng bo'lishidan avval aytamiz, parol bo'sh emasmi, shuni tekshiramiz. Anaqa shart yozasizlar uni. Anaqa ketsa bo'ladi-da, else o'rniga yana expression yozib ketsa bo'ladi. Hozir ko'rsatib beraman, qarang. Aytamiz, agar password nuqta length teng bo'lib qolsa 0 ga. Bu nima degani? Password uzunligi 0 nima degani, Yahyobiy? Length 0. Nima degani bu? Length nima degani? Uzunlik, ya'ni user yozgan parol uzunligi. Parol uzunligi 0 ga teng bo'lsa, bu nima holat bo'ladi? Nima yozgan bo'lishi mumkin user? Taxmin qilib ko'ra olasizmi? Password uzunligi 0 bo'lib turibdi. Nima yozgan user? Siz yozmagan, to'ppa-to'g'ri. O'sha payt aytaman, so'roq qo'yaman. O'sha holatda nima deyishimiz kerak? O'sha payt aytib print deyman, nima? Bo'sh deb qo'yaman. Kiriting deydi, просто kiriting deymiz. Parol bo'lsa kiriting deydi.
ikkita nuqta qo'yaveraman. Birinchi else deyman. Masalan, if else dan birinchi ifdan tagiga birinchi else deb turib, keyin if deb yozamiz-ku. Else if deb yozib ketamiz-ku. O'sha xuddi mana else degan men o'ynab beradi. Else ichiga keyin if yozamiz. If qanaqa edi? Unaqa shartmidi? Dumaloq g'az ochamiz, endi shart yozsam bo'ladi. Password teng bo'lsa nimaga? Azimga. O'sha yerda ham bitta nuqta qo'yaman-da. Nima deyman? Print to'g'ri bo'lmasa, ikkita nuqta print noto'g'ri. Shunaqa tartibda ketma-ket yozib tashlarsanglar bo'ladi. Shart yozasizlar, so'roq qo'yasizlar-da, shu mana shu narsa to'g'ri bo'lsa nima bo'lsin? Chiqarasizlar. Ikkita nuqtadan keyin yemta shart yozib qo'ysanglar bo'ladi. Yemta shart yozib qo'ysanglar bo'ladi. Shuning uchun buni yoqtirishmaydi. If bu qachon ishlatilishi kerak? Qachonki oddiygina if else bo'lsa bo'ldi. O'sha else if qo'shilyaptimi? O'sha eski sintaksiga qaytgan 1000 marta yaxshi. Else if deb turib. Men вообще bo'lmay ketsa, shunaqa holat bo'lib qolsa, shunaqa mana bu tartibda yozsa bo'ladi. Ishlaydi. Lekin o'qiyotgan odamning ko'zlari og'rib ketadi. Xo'p, bu bo'ldi. Bu birinchi expression. Ikkinchisi bor. Sizlar bilan kecha nullable o'rgandingmi? Null nima edi? Null. Hech narsa, yaxshi. Nullni tip ochish uchun nima qilishimiz kerak? Men ism ochmoqchiman. String name deb o'zgartirish ochdim. Shu narsani boshlang'ich qiymatini null qilmoqchiman. Nima qilishim kerak? Null nima edi o'zi? Bizda qiymat bo'lmasa, bo'shliq bo'ladi-yu. Misol uchun havo turib ko'ring, hech narsa yo'q. Vaholanki havo ko'zimiz ko'rmaydi biz. Shunga o'xshagan bo'shliq narsa bo'ladi-da. Bo'shliq. O'sha bo'shliq null bo'ladi bizda. Ya'ni bironta bitta ma'lumot bo'lishi mumkin, yo'qda ma'lumot bo'lmasligi mumkin. Ma'lumot bo'lmasligi shu null degan. Sizlarda ma'lumot yo'qmi qo'lingizda, demak u null. Null deb atashadi. Ma'lumot bo'lsa shu ma'lumot. Misol uchun ism bo'lsa u string. Lekin ma'lumot bo'lmasa u universal shu null ketaveradi. Assalom, yaxshimisiz? Xo'p, qanaqa qilib buni shunaqa null saqlay oladigan qilamiz. Hozir bu name degan o'zgaruvchimiz faqatgina matn saqlaydi. Boshqa hech narsa saqlamaydi. Buni null saqlay oladigan qilishimiz uchun Muhammad Yusuf nima qilishimiz kerak? Nima qilishimiz kerak bu null saqlay oladigan qilishimiz uchun? Hop, qayerga so'roq qo'yish kerak? Ayting, qaysi? Ya, Muhammad Yusuf. Notkiz yozib qo'ying, birodar. O'yin olmay bosh narsa qolsin. Yaxshi. Lekin men e'tiborli o'tiring. G dan keyin so'roq qo'yish kerak. Ya'ni nima ma'lumot turi bo'lsa, bu string ma'lumot turi-ku, o'sha ma'lumot turidan keyin so'roq qo'yish kerak. O'shanda bu ma'lumot turi nafaqat o'zining ma'lumotini saqlay oladi, balki nullni ham saqlay oladigan bo'ladi. Xo'p, endi print demoqchiman, name'ni chiqaring. Name nima bu chiqadi hozir? Null chiqadi. Chunki name qiymat mana bu teng turib misol aziz deb qo'ysam, aziz chiqardi. Lekin hech narsa qiymat bermasam, null chiqadi. Agar mana bu so'roq bo'lmaganda edi, muammo chiqardi. Chunki bu string saqlash uchun ochilgan o'zgaruvchi faqat null saqlash ko'zda tutilmagan bunda. O'shaning uchun error beradi. Non-nullable variable deyapti. Ya'ni non-nullable degani null bo'la olmaydigan o'zgaruvchi deyapti. Mana bu esa nullable o'zgaruvchi. Mana bu non-nullable, bu nullable. Hamta yozib qo'ygan non-nullable. Ha? Null chiqadi, bo'shliq chiqmaydi, o'zi bo'shliq bosib yozibdi, null chiqadi. Xo'p, men endi xohlamayman, mabodo shuni qiymati null bo'lib qoladigan bo'lsa, mana shu null chiqmasin-da yuzurga, aytaylik, no name degan narsa chiqishini xohlayman. Sizlar bilan shuni nima deb o'rgandik? Nima qilishim kerak? Name qiymati null bo'lib qolsa, null chiqmasin-da, no name degan yozuv chiqsin. Nima qilishim kerak uning uchun? If else qilsanglar ham bo'ladi, anaqa tartibda. Bu ham bitta fikr. If deyman, nima deyman? Name teng bo'lsin nullga, print no name else nima deb yozaman? Else nima deb yozaman? Else yoziladi, faqat no name chiqadi-yu. Print deyman, name chiqaraman. Name null bo'lsa, shu no name chiqarsin, chunki name yo'q, name chiqarib bo'lmaydi. Bo'lmasa, agar null bo'lmasa, demak, biron qiymati bor, shu chiqsin. No name chiqaveradi. Mana shu if else-da, if else bilan hal bo'lib ketadi. Lekin mana shuni qisqaroq yo'l o'ylab topishgan. Chunki bu ko'p ishlatiladi-da. Ha, haligi zamin deb tushundik-yu. Tohir yaxshi kelsa bo'ladi. Zamin deb o'rgandik. O'sha narsani print deymiz, prosta name deyman. Aytaman, name null bo'lib qolsa, men bu shart yozdim-ku. Ikkita so'roq qo'yaman-da, aytaman, aytaylik, no name deb qo'yaman. Name bo'lsa o'zini chiqaraveradi, bo'lmay qolsa zamin qiladi no name bilan. Va alaykum assalom.
Misol uchun futbol o'ynayapsizlar, bitta bola chiqmay qoldi, o'rniga boshqadan zamin qo'yib yuborasizlar. Shunga o'xshab. Neyim kelmay qoldimi, o'rniga mana zamin qo'yadi. Ammo mashina qisqartma kodi, asli olganda mashina ichini ochsanglar, mashinaga borib taqaradi. Ya'ni mashq qilgan ishni bu ham qiladi. Bir-biri bilan sherik, bitta ishni bajaradi. Lekin bu qisqaroq, o'qishga qulayroq. Ammo o'chib tashlsam bo'ladi. Bir xil vazifa. Neyim bo'lsa o'zini chiqaradi. Neyim qiymati nol bo'lib qoladigan bo'lsa, nima chiqaradi Yahabi? Ha? Neyim qiymati nol bo'lib qoladigan bo'lsa, nima chiqaradi? No neymi chiqaradi? Ya'ni mana bu ikkita nuqta so'ron yondigini chiqaradi. Mana shu nima yozib qo'ysangiz, o'shani chiqaraveradi. Ne nol bo'lib qolsa. Bitta so'roq boshqacha holatda ishlaydi. Misol uchun qaranglar, neymi uzunligini topmoqchiman. Nima qilishim kerak? Length deyishim kerak, ishlamaydi. Nimaga? Length chunki faqatgina string bilan ishlaydi. Nol bilan ishlashga ko'nikmagan. O'sha payt aytishimiz kerak. Name'dan keyin so'roq qo'yishimiz kerak. Name ochayotganimizda so'roq qo'yib ochdikmi? Endi nuqta qilib turib bir narsani ishlatmoqchi bo'lsak, doim so'roq qo'yib ishlatamiz. Ha, agarda so'roq qo'yganimiz, просто null bo'lib qoladigan bo'lsa, length ishlatmaydi. Null o'zini chiqarib yuboradi. Null bo'lmasagina, o'shanda length chiqaradi. Null chiqadi. Mana shunaqa unda ham qo'ysa bo'ladi. Bu qachon qo'yiladi? Qachonki sizlar ishonchinglar komil bo'lsa, name qiymati null bo'lmasligiga. O'sha payt unda qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Faqat ishonchlik komil bo'lishi kerak. Hozir name qiymati nima? Mana shu qo'yish o'rinlimi hozir? Yo'q, chunki aniq null-da. Sizlar mana shu aniq null emasligiga o'zingiz ko'zingiz yetsa, shu payt qo'yish kerak. Ha, shubhali bo'lsa so'roq qo'yasizlar. Buni bossanglar, null chiqib qoladi. Mana shu yoqqa ham bunday qilib turib, bunday qilib turib, misol uchun no name qilib qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, qani, yaxshi tushunarli bo'ldimi? Ya. Bitta shuni tushuntirgan. Mana bunaqa yozsa bo'ladi. Keyin so'roq qo'yishmaydi-yu. Doim qo'yilyapti-mi? So'roq qo'ymasanglar xunuk bo'ladi. Anaqa yozsa bo'ladi. Misol if deyman, misol uchun name qiymati. Misol uchun name emas, mana shu password deydi. Password bo'lsin. Misol uchun aziz bo'lib tursin. If deyman, nima qilishsam bo'ladi? If password teng nima bo'lsa, azimga shu payt print to'g'ri deb chiqarsa bo'ladi. Nima hozir yo'q mana shu. Nima ko'zingizga noto'g'ri ko'ryapti? Ha? Else holatga print xavf yo'q. Men o'zi ham sariq bo'lib turibdi. Nimaga sariq bo'lib turibdi? Nimaga sariq bo'lib turibdi deb ustiga olib borsangiz aytayapti. Iltimos qo'z qo'yib qo'y deyapti. Yo'qda. Ya qizil bo'lmadi. Sariq qo'yganlar yaxshi. Endi nima? Qizil bo'lishini kutishingiz shart emas-ku. Mana o'qish qiyin, mana. Misol ertagacha ichma-ich if yozasizlar-ku, mana holat qilib bitta misol ko'rsatgan. If degan palonchi. If yoz, oddiygina if yoz. Bitta muammosi yo'q. Lekin shu uzunroq bo'lsa nima bo'ladi? Qayerda ko'rsatdi? Mana shu yerda ko'rsatdi. Bitta emasmi? Qayerda ko'rsatgan, mana bu ko'rsatgan hozir. Mana holat. Ikkita if, mana else kimniki deb o'ylaysizlar? Mana if kim yo bu if kim? Kim birinchisiniki deb o'ylaydi? Kim birinchisiniki deb o'ylaydi? Qo'lini ko'tarsin. Kim ikkinchisiniki deb o'ylaydi? Mana else kimniki deyapmiz? Birinchi mana ifmi yo tepadagimi, ichkaridagimi? Birinchi if tashqaridagi if, to'g'rimi? O'sha ifmi? Men shuni aytsanglar to'g'ri. Nimaga? Chunki if ochildimi, else yozganinglar shu oxirgi ochilgan ifga tegishli bo'ladi. Lekin mana shu chalkashlik yuzaga keltiradi, lekin qavs bo'lganda edi chalkashmas deydi. Shunga qavs qo'yinglar. Oliqtalik qilinglar. Qavs olib tashlab kamroq qo'yib yozaman deb. Qo'lim charchamaydi deb. Qavs qo'yinglar. Ha, ikkita qavs deb katta-katta muomala boshlaysizlar. Xo'p, endi bu yerda kitob yaxshi tarafi, o'zimga rasm yoqadi, good practices degan joyi bor. Bu nima? Mana shu o'rgangan narsalarimizni qanaqa qilib ishlatish kerak, qanaqa ishlatmaslik kerakligini aytib ketadi. Aytayapti, boolean soddaroq boolean yozsang, cho'tki deyapti. Anaqa sodda anaqa if else da yozsanglar, zo'r. Buni o'qishda muammo bo'lmaydi deyapti. Misol password bilan email ham bo'lsin-da, misol uchun. Aziz bo'lsin, misol uchun. gmail.com bo'lsin. Hamdan ketidan yozib ketsam bo'ladi. Va deb turib, email nima desam bo'ladi? Teng bo'lsin, aytadi, azim@gmail.com ga. Masalan, tartib va yoki deb kengaytirib ketsa bo'ladi. If-chi to'lib ketib qoladi-da. If-chi to'lib ketib qoladi. Juda ko'p kod o'qishlar. Hamda shu misolni ko'rsatgan. Ham qarang, qanaqa kod yozgan. Tasavvur qilishingiz uchun a bitta o'zgaruvchi-da, a va b, s bir nima. Mana shu if-chi.
Nechta o'zgarish bor bu yerda? 4 ta o'zgarish bor. Shuncha shart. Buni bitta odam o'qib tushunmaydi-da. Ancha o'tirish kerak ustida. Kerak bo'lsa shuni o'zingiz yozgan bo'lganingizda ham, o'zingiz tushunib yozgan bo'lganingizda taqdirda ham bir xatdagi qarasanglar o'zingiz tushunmaysizlar shunga. Chunki tushunarsiz yozilgan. Ha, obbo deysizlar. Nima bunaqa yozganman deb. O'shaning uchun aytyapti, anaqa shart yozasizlar-ku, ichma-ich. Misol uchun mana bu shartni mana shuni alohida yozib ol. Mana bu shartni buni alohida yozib olinglar deb. Yana uzun bo'lib ketmasin. 3 ta 4 ikkita shart bo'lganda, mana bu ikkita shart bo'ldi, bu birinchi shart, mana bu ikkinchi shart. Ikkita shartni alohida olganinglar yaxshi. Shu uchinchisi keldimi, to'rtinchisi keldimi? To'rttasini bitta if ichiga yozish kerak emas, balkim buni alohida yozish kerak dot. Buni qanaqa qilib yoziladi? Bitta o'zgartirish ochiladi. Bitta o'zgartirish ochib olinadi. Bool tipli bo'ladi. Final ham yozsanglar bilasizlar, boolligini o'zi topib oladi. Mana buni ichiga yozgan narsasini teng dotda o'shanga tenglayapti. Mana buni ichiga yozgan narsasini useful test name to deb turib, mana bunga tenglayapti. If ichiga yozib qo'yapti. Ha? Qayerga qo'shtirib qo'yish kerak? Qayerga nuqta yo'q? Ha, rostdan qolib ketibdi. Rostdan qolib ketibdi. Malades. Topdingiz? Hamma o'zgartirish ochgan oxirgi nuqta yo'l qo'yish kerak edi. Qo'yilgan Ismoil, kitobda xato topib qo'ydingiz. Yaxshi qo'y. Qisqasi shunaqa tartibda ochib qilsanglar bo'ladi. Hozir misol menimcha vobshe kerak emas. Sizlar bunaqa uzun shart yozasizlar deb o'ylamayman men. Qisqasi mana bo'lib yozgan yaxshi. Xo'p. Aytdi, bu maqsadi aytdi. Aytaylik, men o'z bir qator kod yozatdim. Endi 3 qator kod bo'lib qoldi yozgan kodim. Yomon kod deb o'ylamanglar. Ko'proq kod yozsanglar ham tushunarli kod yozish kerak. Aytdi, bitta maqsad aytdi, point aytdi. Qisqa shart yozish va kodni o'qishga qulay qilish aytdi. Qisqa kod yozishga o'rganib, kam qatorli kod yozishga maqsad qolmanglar-da. Tushunarli kod yozish kerak. Sizlar shuni aytib ketyapti. Keyin ham aytgan, short if degani nima? Haligi ishlatdi-yu, so'roq qo'yib turib. Taqoldi endi. Mana atrofda bor edi. O'zim yozib qo'ysam tezroq yozaman. Mana bunaqa narsa bor. Mana short if syntax deydi. Short if, mana tepaga qo'yishim kerak. Boshqa nomi bizga shu ternary deb yoziladi, shunga yoziladi. Ternary ham deb atashadi. Short if nisbatan qisqaroq, chunki rostdan ham short if. Hali vaqtimiz ko'p, yaxshi. Shunaqa qisqa short if syntax ishlatmoqchi bo'lsangiz, deyapti, lekin rostdan ham short bo'lsin deyapti-da, nima yozgan koding. Aniga o'xshab uzun kodni short if syntax bilan yozmagin deyapti bunaqa, uzun kod. Bu short ifga to'g'ri kelmaydi deyapti-da. Uni oddiy if bilan yozdi.